Karl Marksning sinfiy kurash tushunchasi. Mashhur faylasuf, iqtisodchi va sotsiolog Karl Marks sinfiy kurash deb nomlangan kuchli g'oyani kiritdi. Bu konsepsiya jamiyatlarning turli guruhlar, xususan boylik va kuchga ega bo'lganlar va boylikka ega bo'lmaganlar o'rtasidagi mojarolar orqali qanday shakllanishini tushuntiradi. Marks sinfiy kurashni tushunish jamiyat tarixini tushunishning kaliti deb hisoblaydi. Ular ichida mavjud bo'lgan muammolar, oddiy qilib aytganda, sinfiy kurash jamiyatdagi resurslarning teng taqsimlanmaganligi sababli yuzaga keladi. Marksning fikricha, tarix qarama-qarshi manfaatlarga ega bo'lgan odamlar guruhlari yoki sinflar o'rtasidagi mojarolarning uzoq hikoyasi sifatida qaralishi mumkin. Masalan, qadimgi davrlarda qullar va ularning xo'jayinlari bo'lgan. O'rta asrlarda dehqonlar va feodal lordlar bo'lgan. Burjuaziya va proletarit. Burjuaziya bu fabrikalar va yerlar kabi resurslarga egalik qiluvchi va ularni boshqaradigan odamlar guruhini tasvirlash uchun ishlatiladigan atama. Bular tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarish vositalariga ega bo'lgan boy va qudratli shaxslardir. Ular tirikchilik qilish uchun jismoniy ishlashlari shart emas, chunki ularning boyligi ularga boshqalarning mehnatidan foyda olish imkonini beradi. Bu odamlar omon qolish uchun mehnatini sotadilar. Ular ko'p narsaga egalik qilmaydilar va fabrikalarda yoki burjuaziya tomonidan boshqariladigan boshqa joylarda ish haqqi evaziga ishlashlari kerak. Marksning bu ikki guruhning manfaatlari turlicha bo'lgani uchun doimo to'qnashuvda bo'lishini ta'kidladi. Iloji boricha ko'proq foyda olish ko'pincha ishchilarga eng past ish haqqini to'lashga anglatadi. Shu bilan birga proletarit munosib hayot kechirishlari uchun yaxshiroq ish haqqi va mehnat sharoitlarini xohlaydi. Bu keskinlik va raqobatni keltirib chiqaradi. Bu esa Marks sinfiy kurash deb atagan narsaga olib keladi. Bu esa sinfiy kurash shunchaki kichik masala emasligiga ishonadi. Bu jamiyatdagi katta o'zgarishlarning asosiy harakatlantiruvchi kuchidir. Shuning uchun so'zlariga ko'ra shu paytgacha mavjud bo'lgan barcha jamiyatlarning tarixi sinfiy kurashlar tarixidir. Bu inqiloblar va islohotlar kabi barcha muhim tarixiy voqealar turli sinflar o'rtasidagi to'qnashuvlar tufayli sodir bo'lishini nazarda tutgan edi. Masalan, o'tmishdagi inqiloblar